Pishiqchilik mavsumi boshlanarkan tabiiy mahsulotlarga talab ham ortadi. Bugun mirishkor dehqonlar tomonidan yetishtirilgan va bozor rastalarini bezayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xavfsizligi esa e'tibordagi muhim masalalardan biri sanaladi. Anglaganingizdek, mahsulot sotuvining samarali yo'lga qo'yilishida sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarining ahamiyati katta. Ayniqsa eksportyorlar uchun bu juda muhim masalalardan biri. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi tomonidan ushbu omillar e'tiborga olinib, sifat nazorati dalaning o'zidayoq yo'lga qo'yib kelinmoqda. Sanitariya epidemiologik jamoat salomatligi boshqarmasi va hududiy bo'limlar tomonidan joyini, ya'ni dalaning o'zida mahsulotlarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida laboratoriya tahlillar o'tkazilib, mahsulotlarning xavfsizlik mezoni ko'rsatkichlari bo'yicha muvofiqligini baholab, ushbu mahsulotlar iste'molga chiqarishga ruxsat berilmoqda. Ya'ni bu yerda asosiy ko'zlangan maqsad iste'molga chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlash. Albatta, sifat nazorati laboratoriya tahlillariga bog'liq jarayon hisoblanib, bu borada belgilangan qoidalar bor. Xususan, viloyatda bugun akkreditatsiya sohasi bo'yicha sanitariya, gigiyena, radiologiya, parazitologiya, bakteriologiya, virusologiya yo'nalishlarida 192 xil yo'nalishda xavfsizlik ko'rsatkichlari tahlillari o'tkazilib, aholiga sifatli mahsulotlar yetkazilishiga amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Tarvuz tarkibida nitrat miqdorini aniqlayapmiz. Bunda nitrat miqdori o'zi normasi bor. Normasi 60, mana shu miqdorda oshmasligi kerak. Agar nitrat miqdori masalan oshib ketsa, o'sha normadan odam organizmiga salbiy ta'sir oqibatlariga olib keladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ishlab chiqarishda qishloq xo'jaligi alohida o'ringa ega hisoblanadi. Tabiiyki, sifatli mahsulot bu salomatlik garovi. Sohadagi islohotlar samarasi o'laroq bu masalaning davlat e'tibori darajasiga ko'tarilishi esa ham yetishtiruvchi hamda iste'molchi uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Viloyatimiz hududida joylashgan eksport bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarimiz bilan uchrashib, ularni ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini inson salomatligiga ta'siri, iste'mol uchun yaroqli yoki yaroqsizligini aniqlash bo'yicha tushunchalar berib borilmoqda. Bizning asosiy maqsadlarimizdan biri har bir ishlab chiqarilayotgan eksportbop mahsulotlarni inson organizmiga, sog'ligiga xavfsizligini ta'minlash. Bugungi kunda o'sha prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlardan kelib chiqib, laboratoriyamizda 6 ta laboratoriyamizda ham deyarli barcha jihozlari, laboratoriya asbob anjomlari, reaktivlari barchalari yangilandi va ish faoliyatini boshladi. Ayni vaqtda zamonaviy jihozlangan laboratoriyada toksinlar, antibiotiklar, genetik modifikatsiyalangan organizmlar va boshqa xavfli moddalarni tahlil qilish qamrovini kengaytirish ustida ishlar olib borilmoqda. Bu esa aholi salomatligini yanada samarali muhofaza qilish imkoniyatini bermasdan qolmaydi.